Assalomu alaykum va rahmatulloh. Videologimga xush kelibsiz. Bugun 16 fevral, hozir soat 6:50. Va xolasa bugungi kunim bilan bo'lishib boraman. Hozir asalli suv ichdim, vitaminimni ichdim. Shunaqa gaplamanda. Oshxonamni porядkalab oldim, idishlarimni yuvdim. Xullas, endi zallarni porядка qilib dars qilmoqchiman. O'zi zalni porядка qilmasdan qilmoqchi edim, lekin birinchi qilib olganim yaxshi deb o'ylab qoldim. Shu oyoq kiyimlarni yig'ishim kerak, bittasini yuvishim kerak ekan, ko'rinib turibdi. Shunaqa ko'zimga paychi qo'yib olaman. Chunki kechasi uxlamaganim uchun rosa ham ko'zim tegib, fuqaro bilinib qolgandi. Menga o'quvchim sovg'a olib kelibdilar. Shunaqa semishka. Nesfiramga носочки. И shokoladchalar. Hozir bularga shunaqa obed pishirib beraman. Hozir завтрак o'xshaydi. Lekin ovqat qilganim uchun obed pishiradi. Menga o'zimdan dastavkam keldi. Mashinasi qolib ketgan, dastavkasi sal boshqa kunga surilgan hisobiga qolib ketdi. Bularga yetuvdim, olib kelib berdilar hozir. Bu mashinaqa cho'milganda bolani qulog'iga taqib qo'yadigan skoch. Oldin zakaz qildim. Zakaz qilganim tugab qolganiga yana qildim. Faqat bu korobchkada ekan. U donaligida. Ko'ramiz bir xil. Xuddi o'zi ekan. Mashina qilib qulog'iga yopishtiriladi, keyin bemalol qo'rqmasdan xotirjam cho'miltirsa bo'ladi. Atak qulog'iga kirib ketsa-chi deb xavotir bo'lardim. Tugab qolganiga endi bemalol cho'miltiraman. Bizga gaplar. Hozir men bitta kotlet vordim, kokteyl qildim. Ichdim. Men bitta mastga hozir videosini qo'yib qo'yaman, montaj qilayotganimda. Endi kechki narsa pishirmoqchiman. Bizga уже soat 9:06, lekin men endi kechki narsa pishiraman. Kokteyl ichganimiz uchun katta qornimiz to'q turibdi. O'tganda zapas qilgan narsalarim ko'pligidan
Morozelkamga narsam o'sha vashi shunaqa bo'lib ketib qoldi. Yaxshiyam ikkita zakaz qilmagan ekanman. Oyligim olsam bitta yana zakaz qilib yuboraman deb o'yladim. Yaxshi qilmaganman. 3 so'm xom sanab masa bo'lsa ekan, baribir uval bo'lib ketardi yoki kimgadir hadya qilishimga to'g'ri kelardi. Xullas, men nima pishirmoqchiman? Men somsa pishirmoqchiman. Mana bu go'sht yopishib qolgan ekan. Tovuq go'shtli somsa, mol go'shtli va qiymali somsa. Tovuq go'shtligini pishirganlarga hozir shunaqasini qilaman. Undan tashqari suv qo'ying ekan, deyman. Shunda ertaga ovqatni g'amon qilmasdim. Mana qilmanda jelki bor. Kotletlarim bor. Bitta kotlet, ikkita kotlet. Ramazonni 2 kun uchun ovqatim tayyor ham bo'ladi. Oldiga guruch pishirib, pyure qilib, tezda tayyor qilib yesa bo'ladi. Mana bunaqa. Hozir ochsam sinib qolishi mumkin. Lavash xamiri bor. Sig'magani uchun buklab solib qo'ygandim. Lavash xamirini ham hozir rost ishlatishyapti. Sig'lab, shunaqa qilib pishirsam bo'ladi. Yana bitta narsa bunaqa xamir. Lag'mon deb qo'yishgan, menga lag'mon o'xshamadi. Suvdagi xamirda nimadir ustiga shunda oddiy suv narsa qilib yeyishga yaxshi variant. Pishiraman deb o'ylayapman. Bitta mana bunaqa birinchilar bor. 12 edi ichida. O'zim bir marta, turmush o'rtog'imga bir marta, qaynona-jonim deganlarda bir marta berdim. Hali ham bor shuncha. Barakali ekan rosa. Sal tartibga keltirib qo'ymasam, o'zim adashib qolaman deydi. Hozircha shunda o'tirib yurgani yaxshi ekan. Ammo chiqmayapti. Men butlarni bitta ishlatib tugatganimda keyin chiqarsam oson bo'ladi. Bundoq harakat qilsam chiqadi. Bunaqa bo'lakligi bo'lib qo'yganim sababi ovqatlarga qo'shgan. Ikkitasini bitta qilib, yo kamroq qilsam bittasini o'zini ham qo'shishim mumkin-da. Har doim muzlagan bo'lib o'tirish oson emas-ku. Eritib shuning uchun ham shunaqa bo'lakligi bo'lib stresslab qo'ydim. Shunaqa narsalarimni to'g'rilab tayyor qildim. Endi hozir pishiraman ovqatimni. To'g'risini aytsam, hali nima ovqatligini o'zim ham bilmayman. Qanaqadir improvizatsiya qilaman. Mana bitta somsalarim pishyapti. Ovqatlarim pishyapti. Bitta guruch pishiraman. Bitta shunaqa improvizatsiya ovqat bo'lib ketdi. Karom bor edi, karom qo'shdim, tifter qo'shdim. Bu qolgani oddiy mastavaligi, suyoqatliga qilmagan. Pasta somsa. Shu bizning bugungi ujinimiz bo'ladi. Faqat bugungi ertaga kun bo'yi shunimiz, kechqurun xudo xolasa saharlik uchun oshmi, shunaqa ovqat qilib qo'yishim kerak. Birinchi kunga shunaqa kuchliroq ovqat qiling dedilar. Kech bo'lishiga qaramasdan musfirani olib aylanishga chiqdim. Ovqatlarimni qilib bo'ldim, ovqatlandik. Qarasam nimadir yetmayapti. Cho'tokola hech kim kelyapti dedim. Ha, musfirani bugun ko'chaga olib chiqmagandik. Shuning uchun ko'chaga chiqib bora qoldik. Hali uxlagani yo'q qizim.
Biza kirib oldik uyga. Bugungi video vlogim qanaqa bo'lgan ochig'i xabarim yo'q hali. Menimcha ko'p narsa ololmadim videoga, shuning uchun kam bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Agar yana video vlog chiqishni xohlasangiz, like va podpiska bo'ling, xursand bo'laman va menga motivatsiya bo'lib, keyingi videoni olishni boshlayman.